Assalomu alaykum shayx hazratlari. Muqaddas oylar va mustajab duolar nomli kitobda Qadr kechasida o'qiladigan 4 rakatlik namoz haqida gapirilgan ekan. Lekin ushbu kitobda keltirilgan hadislarning roviylari umuman keltirilmagan. Bundan tashqari, qilinishi tavsiya etilgan amallarning Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan yoki sahobalar hayotidan biror asos keltirilmagan. Shuning uchun ushbu namozni o'qish kerak emas deb o'ylab qoldim. Iltimos, maslahat bering. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahulloh javoblari. Fikringiz to'g'ri. Mazkur kitobda bunga o'xshash asossiz gaplar juda ham ko'p. Ushbu kitobdagi maqolani ham keltirib o'tamiz. Ushbu kitobda quyidagi yozilgan. Qadr kechasi namozi. Qadr kechasi maxsus 4 rakat namoz o'qiladi. Bu namoz 2 rakatdan ado etiladi. Birinchi rakatga Fotiha surasidan so'ng 3 marta Qadr surasi, ikkinchi rakatda esa Fotiha surasidan so'ng 3 marta Ixros surasi zam qilinadi. Hamda namozdan so'ng ushbu duo o'qiladi deb quyidagi duo keltirilyapti. Shayx hazratlari aytib o'tganidek, ushbu ma'lumotlarni asosi yo'q bo'lgani uchun qilish tavsiya etilmaydi. Xo'p, bu ma'lumotlarda bu namozni o'qimar ekanmiz. Qaysi namoz o'qiymiz deydigan bo'lsangiz, Qadr kechasi kuni tahajjud namozini o'qisangiz bo'ladi, bir. Ikkinchi nafl namoz o'qisangiz bo'ladi, hamda uchinchi qazo namozlar ham o'qisangiz bo'ladi. Biz ularni o'qish tartiblarini videosida qoldiramiz.